O'zbekiston Pokiston bilan agro sohadagi hamkorlikni yanada kengaytirmoqda. Qozog'istonda issiqxona sharoitida banan yetishtirilmoqda. Hindiston qishloq xo'jaligini butunlay raqamlashtirishni boshladi. Qishloq xo'jaligi tizimiga oid haftaning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan Agronews dasturi yana e'tiboringizda. Mazkur hafta joriy mavsumga doir amalga oshirilayotgan agrotexnik ishlar samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan rasmiy tashriflar, uchrashuvlar hamda tizim rivojiga yo'nalgan hamkorlik kelishuvlariga boy bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringiz bilan ulashing. Biz boshladik. Washington Kolumbiya okrugi 2025-2026 yillardagi marketing mavsumida jahon miqyosida paxta tolasi ishlab chiqarish hajmi 26 million tonna atrofida baholanmoqda. Bu ko'rsatkich jahon iste'molidan yuqori bo'lib, global bozorda taklif ortiqchaligi saqlanib qolayotganidan dalolat beradi. International Cotton Advisory Committee ochiq ma'lumotlariga tayangan holda e'lon qilingan Cotton This Month jurnalining 2026-yil fevral sonida qayd etilishicha, jahon paxta tolasi iste'moli 25,2 million tonna miqdorida taxmin qilinmoqda. Tahlillarga ko'ra, joriy mavsumda global ishlab chiqarish hajmi o'tgan mavsumga nisbatan 1% ga, iste'mol esa 0,4% ga oshishi kutilmoqda. Mazkur nomutanosiblik jahon paxta bozorida taklifning talabdan yuqori bo'lishi holatini davom ettirib, narxlar va savdo muhitiga bosimni kuchaytirishi mumkin. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Pokiston Islom Respublikasiga amalga oshirgan rasmiy tashrifi doirasida turli vazirliklar hamda nufuzli tashkilotlar vakillari bilan muloqotlar olib bordi. Jumladan, Islomobod shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda vazir Faysalobod qishloq xo'jaligi universiteti vitse-prezidenti doktor Zulfikar Ali bilan muzokara o'tkazdi. Unda Faysalobod qishloq xo'jaligi universiteti bilan hamkorlikda hosildorligi 10 tonnadan yuqori bo'lgan gibrid bug'doy navlarini yetishtirish loyihasini amalga oshirish, ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini yo'lga qo'yish, tajriba maydonlarini tashkil etish hamda olingan natijalarni amaliyotga joriy etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, National Institute for Genomics and Advanced Biotechnology huzuridagi Speed Breeding dasturi bo'limi mudiri Dr. Zahid Mahmud, Uniper Global International kompaniyasi rahbari Abdulmajid Janlar bilan ham uchrashuv o'tkazildi. Muloqot chog'ida bug'doy seleksiyasida tezkor usullar orqali yangi navlarni yaratish muddatini keskin qisqartirish hamda ilg'or texnologiyalarni O'zbekistonda joriy etish yuzasidan kelishuvga erishildi. Bundan tashqari, Pokiston hududida qoramollarni boqish, xalqaro hamda O'zbekiston talablari asosida so'yish, go'sht mahsulotlarini qayta ishlash va qadoqlash, shuningdek tayyor mahsulotni O'zbekistonga eksport qilish, logistika masalalari, yetkazib berish yo'nalishlari va muddatlari, veterinariya sanitariya talablariga rioya etish, mahsulot sifati hamda xavfsizligini ta'minlash mexanizmlari, shuningdek transport logistika bilan bog'liq masalalar ham kun tartibidan o'rin oldi. Uchrashuv yakunida rasmiylar mazkur yo'nalishda hamkorlikni yo'lga qo'yish, aniq taklif va hisob-kitoblarni ishlab chiqish hamda loyihani amaliy bosqichga o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishdilar. Tashrif davomida qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov, investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov hamda Pokiston bosh vazirining sanoat va ishlab chiqarish masalalari bo'yicha maxsus yordamchisi Harun Axtar Islomobod shahrida faoliyati yo'lga qo'yilgan Made in Uzbekistan milliy pavilyonini ko'zdan kechirdilar. Mazkur pavilyonda O'zbekistonning eksport salohiyatini namoyish etuvchi turli stendlar tashkil etilgan bo'lib, ular orasida qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bag'ishlangan maxsus ekspozitsiya ham alohida o'rin egallaydi. Tadbirda mamlakatimizda yetishtirilgan yuqori sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ularni qayta ishlash texnologiyalari hamda eksport imkoniyatlari rasmiylar, keng jamoatchilik va ishbilarmon doiralar e'tiboriga havola qilindi. Pokiston tomoni taqdim etilgan mahsulotlar va loyihalar faoliyati bilan yaqindan tanishar ekan, namoyish etilgan ishlanmalarga katta qiziqish bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifati va eksport salohiyati yuqori baholanib, ikki davlat o'rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish uchun salmoqli imkoniyatlari mavjudligi alohida ta'kidlandi. Tashrif doirasida qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov hamda Pokiston vakillari o'rtasida agrar yo'nalishdagi qator muhim hujjatlar almashildi. Jumladan, ikki davlat qishloq xo'jaligi vazirliklari o'rtasida hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan bitim, ikki mamlakat karantin tashkilotlari o'rtasida ho'l olma, anjir, limon hamda achchiq qalampir mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha fitosanitariya talablari yuzasidan bayonnoma, Pokiston qishloq xo'jaligi tadqiqotlari kengashi bilan agrar ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish sohasidagi anglashuv memorandumi,
Qayd etish o'rinli, mazkur hujjatlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosini kengaytirish, ilmiy innovatsion hamkorlikni chuqurlashtirish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarni yanada faollashtirishga xizmat qiladi. Qozog'istonning janubidagi Sariyag'ash tumanida mahalliy tadbirkor 10 sotixli issiqxonada banan va boshqa tropik mevalarni muvaffaqiyatli yetishtirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, issiqxonada dunyoda eng ommabop bo'lgan Cavendish banan navi parvarishlanmoqda. Ko'chatlar 2019-yilda Turkiyadan olib kelingan bo'lib, hududning iqlim va tuproq sharoitiga to'liq moslashgan. Hozirda banan o'simliklari 10 metr balandlikka yetgan. Barglari esa 3 metrgacha o'smoqda. Yetishtirilgan hosil qadoqlash va bozorga chiqarishga tayyor. Shuningdek, issiqxonada limon, apelsin, mandarin, qahva va pitaya kabi ekzotik ekinlar ham sinov tariqasida yetishtirilmoqda. Nazorat ostidagi harorat va optimal namlik yuqori sifatli hosil olishni ta'minlamoqda, deyiladi xabar matnida. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Qahramon Yo'ldashev Tojikiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Nurali Asilzoda bilan videokonferensiya aloqa shaklida muloqot o'tkazdi. Unda qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi AKIS, urug'chilik markazi, sholichilik ilmiy tadqiqot instituti, paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti rahbarlari, shuningdek veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasining mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Muzokaralar chog'ida ikki mamlakat o'rtasida qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, paxta, g'alla va sholi urug'chiligi sohasida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, Tojikiston hududiga o'zbek seleksiyasiga mansub paxta, g'alla va sholi urug'larini yetkazib berish hamda ularni mahalliy sharoitda yetishtirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, AKIS tomonidan tojik mutaxassislari uchun seminar va treninglar tashkil etish, ularning bilim va malakasini oshirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Tomonlar Tojikiston hududida do'stlik bog'larini barpo etish loyihasining joriy holatini ham muhokama qilib, uni amalga oshirish istiqbollarini belgilab oldilar. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekiston xorijga qiymati 2,1 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan 2,2 million tonna meva-sabzavotlar eksport qilgan. Eksport qiymati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 36,9% ga oshib, jami eksportdagi ulushi 6,3% ni tashkil etadi. So'nggi yillarda dunyo qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, ya'ni big data va raqamli platformalar asosida misli ko'rilmagan o'zgarishlar boshlandi. Yangi imkoniyatlar yuzaga kela boshladi. Shu yo'nalishdagi eng yirik tashabbuslardan biri Hindistonda ishga tushirilayotgan Bharat Vistar ko'p tilli sun'iy intellekt platformasi hisoblanadi. Mazkur loyiha millionlab kichik va o'rta fermerlarni qamrab olib, ularga mahalliy tillarda real vaqt rejimida qator imkoniyatlarni taqdim etadi. Masalan, ekinlar holatini sun'iy intellekt orqali tahlil qilish, ob-havo va iqlim xavflarini oldindan bashorat qilish, kasallik va zararkunandalarga qarshi tezkor tavsiyalar, o'g'itlash va sug'orish bo'yicha aniq hisob-kitoblar, bozor narxlari va logistika haqida raqamli ma'lumotlar tezroq va aniq tarzda foydalanuvchiga yetkaziladi. Eng muhim jihati shundaki, ushbu tizim sun'iy intellektni oddiy telefon orqali ham ishlatish imkonini beradi. Natijada hosildorlik o'rtacha 15-25% ga oshadi. Suv va mineral o'g'itlar sarfi 20-30% ga kamayadi. Fermerlar daromadi barqarorlashadi. Bu tajriba hozirda Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari tomonidan ham o'rganilmoqda. FAO va Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2030-yilgacha dunyodagi agrar loyihalarning 60% sun'iy intellekt va raqamli platformalar asosida faoliyat yuritishi kutilmoqda. Pokistonning Islomobod shahrida Pokiston-O'zbekiston hukumatlararo qo'shma komissiyasining 10-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Jamshidjon Abduzuhurov ham ishtirok etdi. Tadbir doirasida savdo-iqtisodiy aloqalar bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi sohalaridagi hamkorlik masalalari atroflicha muhokama qilindi. Muzokaralar davomida tomonlar 2025-yil 18-dekabr kuni imzolangan muhim hujjatni alohida qayd etdilar. Mazkur bayonnoma O'zbekistondan Pokistonga iste'mol uchun mo'ljallangan anor, uzum va olxo'ri eksport qilish bo'yicha fitosanitariya talablarini belgilab beradi. Muloqot chog'ida rasmiylar O'zbekistondan Pokistonga yangi olma,
anjir, limon hamda achchiq qalampir eksportini yo'lga qo'yish bo'yicha fitosanitariya talablari to'g'risidagi navbatdagi bayonnomani imzolashga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Yakunda esa fitosanitariya sohasidagi hamkorlikni tizimli yo'lga qo'yish maqsadida qo'shma ishchi guruh tuzishga kelishib olindi. Shuningdek, tashrif davomida Jamshidjon Abduzuhurov boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston va Pokiston o'rtasida iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, xususan qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalariga bag'ishlangan yuqori darajadagi uchrashuvda ham ishtirok etdi. Muzokaralarda Pokiston maxsus investitsiyalarni muvofiqlashtirish kengashi kotibi Sajid Mehmud Qozi, Pokiston Islom Respublikasi Milliy oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Musaddiq Ahmed Xan, Pokiston bosh vaziri departamentining qishloq xo'jaligi bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Ahmad Umar, shuningdek o'zbekistonlik tadbirkorlar ishtirok etdi. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro investitsiyalarni kengaytirish, qishloq xo'jaligi va agrobiznes yo'nalishlarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish istiqbollari, shuningdek ikki mamlakat qishloq xo'jaligi vazirliklari o'rtasida imzolanishi rejalashtirilayotgan hamkorlik bitimi loyihasi yuzasidan atroflicha fikr almashdilar. Bizda hozircha shular. Tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, yangilik va ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Eng asosiysi bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.